sekinroq haydagan o'rtoq. Buni tog'da bir atlasini qara. Ayamay bosyapti. O'shandan Sardor Qo'rquv bo'lishi tabiiy holat. Men mashinaga yozdirsam o'xshamasa-chi? Mani mashinamga u programma mos kelmasa-chi? Pulimga uxlab qolsam-chi degan qo'rquv menda ham bo'lardi agar sizni o'rningizda bo'lganimda, masofadan turib telefonni kuzatib yurgan bo'lganimda. Agar biza bu muammoga, agar o'sha programma sizga mos kelmasa, pulingizni qaytarib beramiz degan taklif bersa-chi, endi muammo programmadami yoki sizni o'zingizdami? O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Ana YouTube bilan yutqizuv yonma-yon yurganda o'xshamasa-chi degan joyi qarama-qarshi so'zi o'xshasa-chi? O'xshasa nima bo'ladi? O'xshasa kimga foyda? Risk qilib, tavakkal qilib kim foydaga chiqadi? Raz misol uchun pulimni misol uchun o'xshamasa qaytarib beraman deyapti-ku deganda tushuncha ham kelsa, ha to'xta, bular bekorga o'vering bo'lib, joyi kelsa pulni qaytarib beraman deb bekorga aytmasa kerak degan tushuncha kelsa-chi? Ana endi o'zingizda qolgan gap aka. Ortiqcha bu programma bo'yicha ta'rif bermaymiz. Bundan ortiq menimcha imkoniyatim yaratib bera olmasa kerak.